Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana ko'rib Moskvadan gapiramiz. Primoy reyslarimiz har kuni amalga oshirib borilmoqda. Davlatimiz tomonidan qo'yilgan Primoy reyslar O'zbekiston raqamida avtobusimiz hozir Pasatkada. Ko'rib yurtdoshlarimiz o'z biletlari bilan o'z reyslarini qonuniy ravishda amalga oshirib borilmoqda. 60 kilo yuk poложено, bez dokument aka-ukalarimiz xotirjam kelib jo'nab ketishlari mumkin. Mana ko'rib ochib yuboring aka, oldin ochib yuboring. Mana ko'rib avtobusimiz hozir Pasatkada. Yurtdoshlarimiz o'z biletlari bilan mana ko'rib Shopir akamiz ham hozir Primoy reyslarda o'z reyslarini amalga oshirib borilmoqda. Tanlovda adashmasliklari uchun biz sizlarga tavsiya qilamiz aziz yurtdoshlar. Mana ko'rib Pasatkamiz hozir avjida, mana yurtdoshlarimiz o'z biletlari bilan mana. Akalar o'tiringlar mana. Avtobusimiz yoqdimi? O'zbekiston avtobusi ekanmi? Ha, yoqdi. Mana ko'rib turibsizlar, hamma Assalomu alaykum akalar. Yaxshimi akalar mana? O'zbekistonda avtobusda ketyapsizlar. Yoqdimi akalar avtobusimiz? Yaxshi yetib olinglar, tanlovda adashmabsizlar. Mana ko'rib turibsizlar, yurtdoshlar, biz sizlarga tavsiya qilamiz. Ishonch kasra raqamlarimiz 8966 270 55 55 raqamlari.